Pekinga 4 yulduzli otelda qoldim va dunyodagi eng chiroyli aeroportlardan birida bo'ldim. Keling, hammasini bir boshdan tushuntirib beraman. Avstraliyadan O'zbekistonga qaytayotganimda primo reyslar bo'lmagani uchun Qatar Airways'dan uchishga qaror qildim. Melburn Qatar Toshkent bilet oldim va o'rtadagi kutish vaqti 14 soat ekan. Lekin Qatar Airways kimda 8 soatdan oshgan stopover bo'lsa, ularga bepul gostinitsa aeroportni o'zidan berar ekan. Shu ma'lumotni ko'rib, men ham sinab ko'rdim. Axir tekin yoqadi-yu. Melburndan Qatarga qo'ndim va aeroport xodimlariga keyingi reysim 14 soatdan keyinligini aytdim va qo'limda vaucher bor edi. Vaucherlar bo'lsa Qatar Airways programmasidan oldindan olib qo'ygan edim. Bu sizga ham qiziq bo'lsa, kommentlarda yozib keting, o'rgataman. Xo'sh, keyin vaucherni olib, hotel resepsioniga bordim va menga 10 soat uchun nomer berishdi. Nomer narxini Bookingdan tekshirganimda $100 qimmatroqligini ko'rib, prosta qoyil qoldim. Bonusiga bo'lsa aeroport restoranlariga zavtrak, obed uchun tekinga vaucher berishdi. Keyin aeroportni boshdan oxirigacha aylanib chiqdim. Atmosferasi xuddi parkda yurgandek, toza havo va chiroyli hid berib turibdi. G'arbiy tarafida ham, sharqiy tarafida ham dunyodagi eng mashhur brendlardan iborat duty free do'konlari, brend kafelar, hattoki farzandlar uchun shunaqa o'ynaydigan plashatkalar ham bor ekan. Bir pas 14 soat ham o'tib ketdi. Vatanga uchish payti keldi. Bundan ham qiziq videoni o'tkazib bormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Ha, aytgancha bepul mehmonxona bo'yicha savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta yordam beraman.